Yangi yo'lli shofyor akalarim yoki skuter minadigan akalarimiz, sizlar uchun zo'r yangiligimiz bor. Bu videoga hoziroq bitta like bosib qo'yinglar, jigarlar. Sardor kafesiga, o'zimizning kafemizga dastavkaga ishga qabul qilyapmiz. Yangi yo'l bo'ylab dastavkaga ishga qabul qilyapmiz, jigar. Agar skuteringlar bo'lsa yoki mashinanglar bo'lsa, albatta muddao bo'lgan bo'lardi. Jigarlar, sirazi oylik maosh aytib ketaman. Oylik maoshimiz 250 ming so'm. Agar ishingiz zo'r bo'lib, postoyan ishlaydigan bo'lsangiz 300 ming so'm qilib beramiz. Abeti ujini biz kafemizning nomidan ish vaqti soat 9:30 dan kechki payt 10 gacha bo'ladi, jigarlar. Agar zakazlar kamroq bo'lib tursa 9:30 10 farqi yo'q, ya'ni cho'zilib ketsa yana ham qo'shib beramiz, jigarlar. Nima talab qilinadi? Ishga o'z vaqtida kelib va yangi yo'lni yaxshi bilishi lozim. Ya'ni hamma joylarni aniq bilish kerak. Ovqatni oldi primoy klient oldiga borish kerak, chunki ovqatlar sovib qolish kerak emas. Xalqimizga zo'r xizmat qilishimiz lozim. Jigarlar, kim ishlamoqchi bo'lsa, pastda nomer yozib qo'yaman. Shaxsan o'zimning nomerim, bemalol telefon qilaveringlar. Agar kafening o'ziga kelib gaplashamiz desanglar, liboy payt kelsanglar, har doim shu yerda bo'laman. Jigarlar, tak что paddeshga boradigan joy. Bu videoni maksimal tanish bilishingizga tez jo'natib tashlaylar, jigarlar. Skuter minadigan tanishingizga jo'natib qo'yinglar. Bizga paddeshga qilib yordam qilib bo'lmaydi, chunki agar skuterchilar ertaga ko'paymasa, xalqimizga yaxshi xizmat qila olmay qolamiz. Shuning uchun sizlardan paddeshga so'rayapman.